İki gün uxlab qopman. Nima bola do'stimni ham beklar o'sib qo'yganida gaplashib kelamiz. Do'stim, O, qalaysan? yaxshiman. O'zing qalaysan? Ha, men yaxshi. Nimaga kelmading? 2 kun ishonasanmi ishonmasan bilmadim. 2 kun uxlab qopman. Yo'q, manimcha rosa ham charchagansan. Ha. Xo'p, ekinlarim o'sib qo'ygandi. O'shalarni o'ssin, oyligingga boyagi kechagi gapdek senga 2 barobar qilib beraman. 55 almas. Xo'p, hozir. Xo'p, qo'yaman. Bularni olsak, oyligini ham olsak, bo'ldi, shu bilan ishlarimiz besh. Keyin yaqinda kiyim do'kon ham ochildi, ularni ham olishim kerak. Kiyim do'konidan bitta o'zimga kiyim olishim kerak. Kiyimlarni eskirib qo'ygan. Xo'p. Yo'q, hali kiyim uncha kerak emas. Bitta uy sotib olsam bo'ldi. Sovuq ham tushib qoldi, zo'rg'a uxladim. Kechagina zo'rg'a uxladim, ishonmaysizlar. Qo'lim ochilib ketdi. Bitta ovqat do'koni ham ochildi. Ovqat do'konidan ham ozgina olsam, bilan ishim besh. Bu yoqqa tushib qolmadimmi? Tushmadi. Suvga albatta tushib qolganman. Xo'p. Orqa tarafidagina olaman. Ya'ni orqa taraf emas, yon boshida. Xo'p. Bolalar kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Zo'r, yaqinda 97 ta obunachimiz bor. 100 ta bo'lsak juda ham zo'r bo'lardi. Bularni endi ekib chiqamiz hammasini. Bu menimcha faqat bug'doy yetishtirmoqchida. Ekib qo'ysak, yana safar yana ertaga o'yinga yana bo'lsadi. Xudo xohlasa. Albatta bo'lsadi. Nima qilmaydi. Bo'ldi. Xo'p. Hozir tashlab qoldi. Shuni ham qilsam bo'ldi. Tayyor. Do'stlar, bexos mana bittasida va 47 ta chiqdi bug'doylarning. Ha, mana shu nuqqa qo'yaver. Ana shu nuqta seni oyliging ham bor. Oyliging ham bor. Xo'p. Mana. Yo, 55 ta. Bolalar mana shu internetdagi narsalar bor deysizlar. Roliklar. Rahmat o'rtoq, rahmat.
ha arziraydi mayli sog' bo'l. Unda ertaga 2 kundan keyin yana kelaymi? Ha manimcha 2 kundan keyin bular o'sadi, shundan kelishim mumkin. Mayli. Mana bug'doyni ham mana shu yerga qo'yib ketaman. Ha qo'yur. Do'stlar, vachacha. Yaxshi, endi bitta o'zimizga yana 25 tanga ertaga 2 kundan keyin yana narsalarimni olsak cho'tkay bo'ladi. Kim bu endi sikleydi? Xo'p, ovqat do'koniga borib o'zimga 10 ta stek olib boraman. Qayerda edi u? Qayerdan ko'rildi? Nima bitta men olgan onda. Suvga. Nihoyat. Kim bu? Bunda hech kim yasamasa kerak. Xo'p, Assalomu alaykum, qalaysan? yaxshi. Kiyim do'koni ekan. Ha, kechirasiz ekan. Ha, bo'p turadi. Mayli. Bu yerni sotuvchi yo'qmi? Endi mayli, mana shu yerga pulni qo'yib ketamiz. Xo'p, bizga 10 ta stek kerak. 10 ta stek. 10 ta stek, 10 ta izmirod bo'ladi. Bizga pulni qo'yib ketamiz. Xo'p, hozir buni yeb olmasam do'stlar, mazam qotib qoladi hozir meni. Mazza qildim. Bunaqa mazza qilmayapman. Voy, uyga borib uxlash kerak endi. Uyga borib uxlasak, buyog'i cheki bo'ladi. 5 ta qoldi. Nima gap? Xo'p. Uxlayman. Mazza qildim. 2 kun o'tdi. Nima o'smadi bular? 2 kun o'tdi, lekin nima o'smadi? Kayfiyatini olib qo'yichi. Qalaysan Behruz? Qalaysan, yaxshimisan o'rtoq? Qalaysan ishlayapti? Ha, nima shamol o'zini? Yo'q, endi kayfiyatingni ko'rib, qalaysan deb ko'rib ketmoqchi edim, xabaringni olib. Ha, yaxshi, men o'rtoq nima deysan endi. Ekinlaring 2 kun bo'ldi, lekin uncha o'smadi. Ha, shunga bitta dori sepib chiqish kerak-da. Qanaqa dori? Bitta dori bor. Короче, senga bitta suyak beraman. O'shanda bitta uyimni oldidan orqarog'ida bitta apparat bor. O'shanga maydalab chiqarsang, senga buni pulidan beraman. Puli nimaga kerak uni agar siylasang? Uni tayyorlagan sen bo'lsang, Necha pul berasan xo'p? 10 ta bo'ladi. 10 ta bo'ladimi? Yo'q, unda ham ko'p bo'lib ketadi-ku. Yo'q, xijolat bo'lma. Нормально. Xo'p. Suyakni ber. Suyak inventaringda bor, qara. Inventarim
Ha, borasan pochta. Ha, o'shanga dollarni sepib chiqsang, o'sani ertasi kuniyoq ularni olib 7,5 ga qo'yib ketasan. Xo'p, mayli. Tik. Kitoblar bosmagan. Mana shu apparat boshqa menimcha. Hamma aytyapti. Mana suyakka hammasini olamiz, hammasiga suyakni hammasiga olamiz. Xo'p. Ikkita stok va bitta chiqdi. Mana. Yozib chiqish kerak. Bayab ishlatish kerak-da buni. Yetmasa bu menimcha yetmaydi. Balkim yetar, ko'ramiz. Xo'p akalar, hozir sizlarga bitta tez o'tib ketadi. Do'stlar, mana hammasidan qalay bo'ldik. Hammasiga yetib ortib qoldi do'stlar. Mana hammasini xudo qilaymi, hammasi qolib ketdi. Ertaga endi bularni men topshirib kelay. Behruz o'rtoq. Ha. O'zing ham oynadan ko'rgan bo'lsang kerak. Ha, hozir ko'rib turdim. Narsalarni qo'yib ketaver. Xo'p. Ma'qul, senga hozir 10 ta izmirod beraman. Yo'q, Behruz o'rtoq kerak emas. Yo'q, beraman. Yo'q, kerak emas. Behruz o'rtoq qo'yaver. Buni o'rtog'ingmanu, o'rtoqchilikda bo'lib turadi. Ha, mayli, o'zing bilasan o'rtoq, rahmat lekin. Bo'pti o'rtoq, sog' bo'l. Bo'pti. Mana qizim, bu o'tlar ham o'sib ketibdi. Uyimni atrofini ham o't bosib ketgan, bularni tozalab qo'ysam yaxshi bo'lardi. Chiroyli, normal turadi-da, anaqa bezodob ne bo'lib tursa bo'lmaydi-da, bezodob. Isbotgan bomjlar bo'ladi-ku. Men bomj emasman deb ham bo'lmaydi-da, bomjman, lekin toza bomjman. Toza bo'lish kerak, vallahi toza. Normalniy bo'ldi menimcha. Mana shu yerda ko'rinarli bo'lib turibdi. Olib tashlash kerak. Bularni olib tashlasak nimaga? Xo'p, sandiqimizga bu steklarni qo'yib qo'yamiz. 3 ta stek yevarsam, to'yaman. Va obed tushyapti, ozgina uxlavorsam bo'lardi. Ozgina uxlavordim, menimcha 5 bo'ldi, menimcha soat 5larda bo'lib qoldi. O'rtog'im o'tiribdi. U ham olishim kerak-da. Nima bo'lib qo'yani? Bassenga kalla otib chiqaman. Hop. Voy, mazza. Suvga kirib chiqaylikchi. Suvni tagini qaranglar mana. Mazza. Voy mazza. Yana bitta kalla otaman qaranglar. Opa.
ba'zan mashitlar suzib kelaydi bitta. Mazza do'stlar, mazza. Bitta opa. Mazza do'stlar, mazza. Mazza qildim. Qoch. Voy jonim. O'rtog'im o'tirishini qaranglar. Kompyuterda ishni ko'rib qoldi. Bitta o'zimga kiyim kerak-da meni bolalar. Kiyim. Nima qilib turibdim? Bitta kiyim do'konga borib bitta arzonroq kiyim toparman. Kiyimlarim sasib ketgan to'g'ri. Obid o'rtog'im qanaqa qilibchi deydi menga. O'rtog'im menga bilinmaydi. Nima deganda u menga yaqin o'rtog'im. Yo'lni qanaqa odam bo'yi bilan teng-ku. Qishloqqa qaramayaptilar-da bular. Mana shuga juda ham hayron qolaman-da. Kimni uyi bu? Sotiladigan uy menimcha. Nimaga mol? Assalomu alaykum. Qalaysiz? Bu yoqqa chiqa olmaydi. Uzr. Xo'p. Boyaga klient nima gap? Menga mana shu kiyimlaringizni narxini ayting. Xo'p, hozir aytib chiqaman. Mana shu qarang. Mana shu necha bo'ladi? Bu 2 stak izburib turadi. 2 stak? Rostdanmi? Ha. 2 stak. Mana shu oltinchi. Bu 1 stak turadi. Bu 1 stak, ha? Bu mana bu setkalisichi? Bu 34 izburib turadi. 34 mi? Nimaga bu? Mana buchi? Mana bu kumushlisi. Bu 1,5 stak turadi. 1,5? Mana buchi? Bu esa 20 izburib turadi. Lekin bu ancha eskiroqqa o'xshaydi. Mana shu normalniy. Mana shuni 34 dedingizmi? Ha, bu 34. Mana shundan esa men olaman. Shunda sizga hozir 34 ta berishim kerakmi? Ha, hozir siz menga 34 berishingiz kerak. Hozir. To'xtang, hozir bunda hisoblaymiz. 34 hop. 34 ni sizga beraman. Mana o'zingiz olib olasiz. Hop. Mana 10 tasi esa o'zimga. Va kiyimlarim o'zimga kiyonaman bularni. Unda agar hop, salomat bo'ling. Yana kelib turing. Mayli kelib turaman. Xo'p. Ketdik. Hop. Men uyga borib uxlayman. Soat ham 7 bo'ldi. Ertaroq uxlaganim yaxshi. Qoch. Bug'doylar o'syapti. Turib ertalab tursam qanday bo'ladi? Kishlarni bo'lyapti yana ertaroq turib ertagacha uxlamoqchi edim. Mayli endi. Obid Behruzning yoniga boraychi.
Behruz qalaysan? Yaxshi bo'lsin. O'zing yaxshi bo'lsan. Senga bir narsa gap aytmoqchi edim. Qanaqa? Ishdan bo'shamading desa bo'ldi. Xo'p, aytur. Senga shunchalik qiynalib ishlayotganingni ko'ryapman. Kechasi sovuq bo'lyapti, qiynalib uxlayapsan. Shunga senga bitta uy sovg'a qilmoqchi edim. Uy? Ha, lekin eskiroq, avval odamlar yashagan. Qish ham tushyapti, bilasan. Kechasi 2 gradusmi, 3 gradus bo'lyapti. Ha, shunaqa bo'lyapti. Chidab uxlayapman-ku endi. Bunaqada ketishda sen shovorroq ko'rishing mumkin. Короче, senga bitta uyni manzilini aytaman, shu yoqqa borib yashayverasan. Yaqinmi ekan? Mana shu yerda o'zi. Короче, mana shu yerda ko'prik bor-ku, ana do'konlar yoniga o'tib ketadigan joy bor-ku. Ana shu yerda tog'ni o'rtasida bitta eshikli uy bor. Ana uymi? Ana shu uyda yashashing mumkin. U mening uyim edi. Mening ijaraga turadigan uyim edi. Mayli. Rahmat senga. Keyin ana shu yerda bir stak olmos bor. Ularni olib ketishing mumkin. Yo'g'i? Ha, olib ketishing mumkin. Mayli. Bir stak olib ketaman. Qara. Mana bir stak olib ketdim faqat. Inventarimni ham ko'rishim mumkin. Bo'pti. Mayli, sog' bo'l o'rtoq. Voy, rahmat, lekin senga juda ham rahmat. Arziydi. Ko'rdinglarmi, o'rtoq bo'lsa shunaqa bo'lsin de. Lekin u uy uncha menga sovuq ko'rsatayotganda, mayli endi uy bo'lsa yashayveramiz. Uy issiq. Nima bo'lsa ham uy-ku, ba'zi bir narsalarimni olib o'taman shu yerga. Gilamlarimni olib o'tishim kerak. Ko'rdinglarmi do'stlar, shunaqa o'rtoqlaring bo'lishi kerak-da dunyoda. Menga shunchalik yordam beryapti. To'g'ri, juda ham yordam beryapti menga. Mana shuni aytyapti. Endi o'zini boshqa uy yo'q-da. O'shanga shu uyni beryapti menga. Mana shu uyda. To'g'rimi? Uy betondan ekan va sal kichikroq ekan. Shu ham bo'ladi. Bizga bo'laveradi. Qo'ysak, bu yerni buzib tashlaymiz. Mana sandiq qo'ysak, mana shu yerga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Narsalarni joylashtiramiz sandiqni. Va menimcha videoni to'xtatadigan joyga keldik. Menimcha do'stlar 24 minut bo'lib ketibdi videoni boshlaganimizga. Do'stlar, xayr sizlarga do'stlar, sog' va omon bo'linglar do'stlar. Sizlar bilan zona bo'ldi do'stlar. Agar mana shu gadoy hayotini 3-qismi chiqadi desanglar, 5 ta like beringlar do'stlar. 5 ta like'da yana buning 3-qismini chiqaraman do'stlar. Like va obuna bo'lish esingizdan chiqmasin do'stlar. Yaqinda biz 100 ga bo'lamiz do'stlar. 100 ga debman. 100 ta obunachi bo'lamiz do'stlar. Mayli, sog' omon bo'linglar. Sizlar bilan zona bo'ldi do'stlar. Xayr.